Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Biz bugun sizlar bilan mebel chizmalarini chizishni Basis Mebelchik hamda Pro 100 dasturlarida ko'rib chiqamiz. Qaysi birida osonroq, qaysi birida tezroq yoki qaysi birida siz uchun qulayroq bo'lganligini o'zingiz uchun bilib olganingiz yaxshi albatta. Hop, birinchi navbatda biz Basis Mebelchikda tumbuchkamizni yasab ko'ramiz. Va ko'rinishlar jihatlaridan hammasini shu yerda ko'rib chiqa olamiz. Bu mebelimizning nomi Tumba deb nomlaymiz va keling buni enini 40, balandligi eni 50, balandligi 50, chuqurligi 40 shu holatda yasab ko'ramiz. Bizga gabaritli ramka berildi va biz buni to'g'ridan qaragan holatda birinchi bokovinasini tanlab olamiz. Bokovinani mana bu yerda 3 ta o'lchamlik, ya'niki yonga, dno yoki kirishga uchun hamda frontalni, ya'ni yuza tomonga 3 tomonga detal berish funksiyasi mavjud va biz buni bizga bokovoy kerak bo'lgani uchun yon tomonni oldik va bu bizga shu doskamizni qayerga qo'yishligimizni tanlab beradi. Kontur o'ynaganmiz, ko'pchiligimiz hammamiz bilamiz. Shunda chit yozadigan tugmacha bor. Eng chekkada yo harfi, kirli harfda shu harfni agar bitta bosadigan bo'lsak, mana teva va past tomondan bloklab qo'ydi. Endi surilmaydi. Biz bu burchakka o'rnatamiz. Bitta o'rnatdik va bir yo'la nomini ham yozib ketmoqda. Buni nomini Baka deb nomlaymiz. Bittasi nomlandi. Endi ikkinchisi bu mana shu burchakdan, ko'rsatib turgan burchagimdan ushlab olganda, endi biz buni burchagini xohlagan tomonimizga almashtirishimiz mumkin. Buning uchun probel tugmasini, uzunchoq tugma bossak, mana bu tomonga o'tdi. Hamma narsaning markazi mana balandlikdagi markazi, burchaga, o'rtadagi markazi va bu burchaga va mana bu yerdagi markazi. Probel orqali bu tugmalar o'zi ko'chib yuraveradi. Bizga bu tarafnikini joylashtirdik va buni ham nomini Bak deb nomlab olsak bo'ladi. SK knopkasida qulflangan baland va past tomondagi qulflangan qulflar yechildi va yana bir marta SKni bosganimizda biz bu funksiyadan chiqib ketdik. Chiqonchani o'rta tomonidagi o'rta g'ildiragini ushlab aylantiradigan bo'lsak, xohlagan tomonini 3D o'lchamda ko'rishimiz mumkin. Chiqonchani o'ng tomonini bosib yursak, buni mana bu holatda xohlagan tomonimizga tortib olishimiz mumkin. Agarda chap tomondagi tugmani bosadigan bo'lsak, bu holatda bizga harakatlanadi. Ya'ni o'rtasidagi bilan bir xil harakatlanyapti, lekin o'rtasidagi bizga agar bitta bosib o'rtasiga olib qo'ysak, bizga ro'paradan yoki tepaga o'tkazib turib, tepa tomondan o'rtani bitta bosadigan bo'lsak, teva tomondan ko'rsatib beradi. Hop, chalg'imaymiz, ro'paraga o'tamiz va endi biz bunga dno hamda kirishga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Dno bizdan past tomondan tevaga 8 sm balandligida joylashishi kerak. Biz mana bu yerga 8 sm ni yozib, bu shag, ya'ni har bir qadam kelter bilan eng pastki qismiga olib bordik va strelka, klaviaturamizdagi strelkani teva qismini bosamiz. Bu 8 sm tevaga yurdi. Enter tugmasini bosamiz va nom beramiz. Nomi dno. Endi bizni dnoyimiz bokovinadan chiqib ketdi. Burchak qismiga olib boramizda chap tomonda bitta tanlab va mana bu burchakka olib kelamiz. Burchaklarni ushlash uchun bizga kelter tugmasi yordam beradi. Kelter tugmasini bossak, mana shu yerdagi nuqtani kesishmani ushladi. Agarda bizga chiziqni ushlash kerak bo'ladigan bo'lsa, alt tugmasi yordam beradi. Alt chiziqdan chiqib ketmasa ushlab turishlik uchun magnitni magnitni xizmatini qiladi. Kelter tugmasi mana bu yerga olib kelamiz va kichraytiramiz. Dno bizga kichraydi. Endi tepa qismidan ham deylik 4 sm pastroqqa tushiraylik. Buning uchun mana bundan kopirovka olsak ham bo'ladi. Mana kopirovать u tochkami, ya'ni nuqtalar bo'yicha ko'paytirish.
bizga tepa nuqtasi kerak bo'ladi. Keltir tugmasi bilan tepa nuqtasini chichqonchani olib borib olamiz va chap tugmachasi bilan buni o'sha ushlagan ko'rsatgan joyimizdan ushlab oldik. Ana endi teva knopkaga, ya'ni teva burchakka olib boramiz va pastga bizga 4 sm yurish kerak edi. Biz bu yerga 4 sm ni yozib enter tugmasini bosamizda yana teva burchagini ko'rsatdik. Strelkadan bitta qadam, ya'ni 4 sm pastga tushdik. 40 mm enter tugmasi bilan joylashtirib oldik. Mana bizda dno hamda krishka tayyor. Hozir bizda mana bu 1 mm yonga surilib ketibdi. Buni bu tomondan ichkari kirib ketgan bo'lishi kerak. Xuddi shunday. Buni двигать, ya'ni harakatlantirish bilan harakatlantirib surib qo'yamiz joyiga. Bunisi ham surilib ketgan ekan. Men hozir ikkalasini suribman. Shuning uchun tagidagi ham surilib ketdi. Bizga endi olib turmasi kerak bo'ladi. Bo'ldi, joylashdi. Endi eski tugmasi bilan barcha buyruqlardan chiqib frontalnik detal olamiz va yo tugmasini 2 marotaba bossak bizga mana shu yerga joyini qo'yib berdi. Keltir 3 tugmasi bilan tevadan ko'rinishiga o'tamiz va buni chiqoncha burchakni orqa burchakka olib oldik. Buni tepa qosh deb belgilab oldik. Endi bizda mana bunday holat yuzaga keldi. Endi bizga sokul kerak bo'ladi. Sokul uchun ham biz frontalni detal olamiz va sokul o'rnaydigan joyga 2 marotaba yo tugmasini bossak bizga ro'paraga tugma berdi. Keltir 3 tugmasi bilan, ya'ni ki mana bu keltir 1, keltir 2 va keltir 3. Ketril. Men keltir deb o'rganganman, shuning uchun so'zimga ahamiyat bermaysiz. Keltir 3 tugmasi bilan biz top, ya'ni tepa ko'rinishiga o'tib olamiz va bizga sokul oldi tomonida kerak. Oldi tomonida sokulni qo'yib olamiz. Qo'ydik. Ana endi bizni korpusimiz deyarli tayyor. Biz bunga endi eshik o'rnatishimiz kerak. Eshikni men внутренний, ya'ni ichki eshik bermoqchiman. Mana bunday qo'yganingizda burchaklari noto'g'ri, qanaqadir shaklga o'xshab ko'rinmasligi mumkin. Mana bu yerdan bu tugmani bosib chiroyli shaklda ko'rishingiz mumkin. Endi bizga eshik kerak bo'ladi. Eshik uchun bizda mana bu yerdagi chichqoncha ko'rinayotgan bo'lsa, mana shu yerdagi komandalar kerak bo'ladi. Birinchisi eshik, ikkinchisi tortma. Bularning hammasini men dars davomida tushuntirib o'taman. Bizga avvalo kerak bo'ladigan eshik, hozirgi mahalla kerak bo'lgan eshik. Bizga mana bunaqangi okno chiqdi. Bu bokovinani ustki qismidan eshikni o'rnatish, mana bu eshik, mana bu bokovina. Bitta bokovinaga ikkita eshik o'rnatish uchun funksiya va uchinchi funksiyamiz внутренний, ya'ni ichki tomoniga eshikni o'rnatish. Bizga mana shu tugma kerak bo'ladi hozir tanlashimiz uchun. Yon tomondan bizga 3 mm zazor kerak, chunki men 3 mm zazor beraman doim. Y mana bu DX degani mana bu yerda ham ko'rsatib qo'yibdi, DX. Ya'ni zazorni razmeri. Endi DY, ya'ni mana bunaqangi ichki qismiga kirib turishi 2 mm kirib tursa bo'ladi. Bu tugmalar biri ikkita eshik qo'yish va ikkinchisi bu eshikni pastga ochiladigan yoki tepa yonga ochiladigan qilishlik. Endi bizga teva qismidan 3 mm, yon qismidan ham 3 mm va past qismidan ham 3 mm zazor kerak. Petlarni qo'yib ketsak ham bo'ladi, keyin o'zgartirsak ham bo'ladi. Bizda hozirda spiskada men bu yerdagi eshikdan ko'p ham foydalanmayman. Bu dastlabki darsliklar uchun kerak bo'ladi. Shuning uchun bunga ko'p ham ahamiyat bermaganman. Keling, standart qismidagi
Petla 180 270 gradus yoki oddiygina petlani tanlashimiz mumkin. Ruchka 128lik, 192lik, har xil ruchkalar bor. Standart 128 ruchka tanlash. Ruchka DX ya'niki eshikdan yonga qancha qochib turishi bizga 5 sm yetadi. DY ya'ni DY eshik tevasidan pastga qancha tushib turishi 3 sm yetadi. Agarda biz buni tik holatda o'rnatmoqchi bo'lsak 90 gradus, agar 90 gradus yoki yotgan holatda bo'ladigan bo'lsa 0 gradusda o'rnatsak ham bo'ladi. Hop. Bu yerdan kromka ablisat hamma tomonini kromka qilish belgisi qo'yib qo'ysak, hamma tomonni kromkasini belgilab qo'yadi va biz bu yerdan kromkani ham belgilab ketsak bo'ladi. Kromka berayotganda e'tibor berasiz. Каждую отдельно va mana bu yerga belgi qo'yib, bunga qo'yib qo'yasiz va mana bu yerdan shunda 1 mm ni berib qo'ysangiz yoki bermasangiz bo'lmaydi, chamamda 1 mm berib qo'ysangiz razmerlaringizni o'zgartirib yubormaydi. Bu nimaga kerak desangiz, kimnidir stonogi, misol uchun kromka stonoglari kromkani haqqini randalamaydi. Oddiyroq kromka stonogi bo'lishi mumkin. Kromka qilgandan keyin eshik katta bo'lib qoladi-da, joyiga sig'may qoladi. Shuning uchun kerak bo'ladi. Mana bu holatda bo'lsa, stonogingiz agarda kromka haqqini olib 40 santimetrli eshik bo'lsa, 40 santimetrligicha qoldiradigan bo'lsa, kromkadan keyin ham mana shu holatda turgani yaxshi. 9 ga 1 mmlik kromkadan foydalanishni aytdim. Belicraft. Buni daxli yo'q. Mayli, Belicraft. O'zingiz xohlagan material tanlashingiz mumkin. Men hozir polniy hammasiga Belicraft beraman. Okey. Endi bizga eshikning teva qismini ko'rsatyapti. Mana teva qismini ko'rsatdik. Endi past qismini ko'rsatamiz va petla o'rnaydigan eshikni ko'rsatamiz. Buni tanlasak, bu tomonga eshik oshib o'rnaydi. Bu tomonni tanlasak, bu tomonga. Bizga bu tomoni kerak. Endi ichki qismini ko'rsatishimiz kerak. Bizga bu ko'rinishda nima desa bo'ladi, tumbuchka paydo bo'ldi. Hozir ruchkasi menga yoqmadi, to'g'risi. Boshqa tildan ko'raylik shuni. Ruchkasi 90 gradusga o'girganimiz uchun bu tomondan ham 5, bu tomondan ham 3 emas. Keyin 10 qilaylik. Markazroq o'rnasin. Bizga petla o'rnatish uchun mana ko'rsatma beryapti, qayerga petla o'rnatamiz. Filtr 2 tugmasi bilan ro'paraga o'tib olamiz va markazdan biz 6 sm pastga tushishimiz kerak. Shuning uchun shakka 6 sm yozib olamiz. Filtr tugmasi bilan, Ctrl tugmasi bilan burchakni ushladik va bitta pastga strelka tush. 1 sm. Nimaga bu 1 sm bo'ldi? 60. Bu yerga nimagadir o'rnatgisi yo'q. Bizga asli bu ishlamaydi ham. Yaqinlashib qoladi deb o'rnatmayapti. Mayli, keling, bizga bu qismi kerak emas. Biz petlarni alohida petlardan beramiz. Mana bu yerda esa o'rnatib qo'yib bo'pti. Birinchi tugma bosganimizda o'zi o'rnatgan ekan 6 santimetrga. Filtrni eshikni olamiz. Xuddi shu ko'rinishda tepasi, tagi, bokovoy va ichki qismi. Endi filtr 2
Bunga ham bizga o'rnatib berdi. O'zi o'rnatgan ekan, faqat ko'rsatmayotgan ekan o'rnatayotganini. Bu noto'g'ri petlar, standart petlar. Shuning uchun qarang, 5 ta teshikni teshib 4,5lik severloda teshishlikka buyruq beryapti. Biz buni almashtirib qo'yishimiz mumkin. Mana bu yerdan o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Eshigimiz dveri, mana eshik o'tdik va furnitura bo'limidan petlarni uzun graduslik petlarga almashtirib qo'yamiz. Ana endi tugmalari belgi bilan kifoyalandi. Uchlik 1 mm ichkari 3 pullikda uchlik tig'da belgi berishlikni ko'rsatib qo'ydi. Endi krepleniya qilamiz. Krepleniya qilib chiqamiz. Buni ham eshikdan boshqa hammasini tanlab oldik-da, krepleniyani bosamiz. Bizga krepleniya bo'ladigan tomonlarni o'zi ko'rsatib beryapti. Mana bunday ko'rinishda yaxshiroq ko'rinadi. Xo'p, bizga mana bu oknodan chiqib keldi. Steshki, ya'ni biz bu yerdan shikant emas, mana bu qismdan 7 mm ga 5 cmlik Eurovintni tanladik. Mana o'zi ko'rinishi boshladi. Bu Eurovint tanlaganimizda birinchi TV qismi uстановить, bunga o'rnatdi. Endi mana bunga o'rnatishni va mana bunga o'rnatishni so'rayapti. Uстановить, mana bu yerni hamda mana bu yerni o'rnatishni so'rayapti. Bunga ham uстановить qilamiz. Bo'ldi. Hamma yo'q tugadi. Endi bizda ortiqcha yevrolar bor. Mana bu yevro kerak emas. Ya, закончить bosib qo'yamiz. Mana bu yevro kerak emas. Delete tugmasi bilan ishlaymiz. Mana bunday krepleniya bo'lgan tumochka hosil bo'ldi. Shuning bilan bizni birinchi oddiygina, mo'jazgina tumochkamiz tayyor. Endi men bu tumochkani Pro yuzda qanday qilib bajariladi, buni ham ko'rsatib o'taman. Bizga bunaqangi tumochka kerak yo'q. Pro yuz dasturiga kiramiz. Bolalarim mana bunaqa o'yinlarni o'ynaydi, shuning uchun har safar programmalarimni har doim joyini o'zgartirib qo'yish, shuning uchun topishga qiynalaman biroz. Xo'p, Pro yuz dasturiga kirib oldik. Новый proyekt. Bu yilga deylik 3-zakasimiz. Biz bugun chisla 6-yanvar va allaqachon 2 ta zakasimizni qo'yib keldik o'z egasiga. Hop, klient nomi, dizayner Islomjon. Katta bilan yozilishini kompyuter bilmaydi, shuning uchun o'zimiz ko'rsatib qo'yamiz. Islomjon, klient nomi esa kerak emas. Xo'p, bu yerda tumochkamizning razmerini kiritib o'tamiz. Tumochkamizning razmeri 50 cm ga, adashmasam glubinasi 40 edi, balandligi ham 50 edi. Bazis mebelishda chizgan tumochkamiz. Mana bizga gabarit ramka. Va bu yerda endi bitta element, ya'ni detal qo'shish tugmasi bor. Baziskidan farqli bo'laroq. Unda tikka holatda vertikalniy, gorizontalniy hamda frontalniy bor edi. Bunda shu bir tugma hamma tomonga, ya'ni orqaga, yonga, bokovoyga, orqaga
tevaga, hattoki pastga ham shu tugmani foydalansa bo'ladi. Filtr A barchasini o'chirib tashladim. Hop, bizga birinchi navbatda bokovой kerak bo'ladi. Bokovoyni tanlab qo'ydik. Katta o'zi xohlagan razmerda bokovой qo'yadi. Bu yo'ni bozganingiz bilan kichraymaydi. Bizda 40 sm 50 sm bokovina tayyor. Va bizga ikkinchi bokovой kerak bo'ladi. Uni yana olib kichraytirib o'tiramiz. Shuni o'zini ko'paytirib o'tiramiz. Chap tomonni, sichqonchaning chap tomonini bosib turgan holatda qo'yib yubormasdan o'ng tomonni bitta bosamizda va tortamiz. Bizda ikkinchi bokovой ham tayyor. Endi bizga dno kerak bo'ladi. Dno oldik, past qismiga bosdik. Endi buni detal qizarib qoldi, chunki bu ichida turibdi. Buni qizarishdan chiqaramiz. Bizning dnoyimiz tayyor. Buni nomini dnoda berib qo'ysak bo'ladi. Bu mana bu ikkovining nomini baki deb berib qo'ysak bo'ladi, bakovina. Pozitsiyasiga kirib, внизdan 8 sm tevaga ko'tarib qo'yamiz. Bu ko'tarildi. Ushlaymiz va tepaga ko'taramiz va buni tagidan yana minus 4 sm tushiramiz. Tevadan 4, pastdan 8 sm. Buni ko'rishlik uchun peridiga o'tamiz, ro'paradan ko'rishga. Bunda ko'rish qismi tag tomonda, ya'ni tevadan ko'rish, ro'paradan ko'rish, o'ngdan ko'rish, orqadan ko'rish, chapdan ko'rish va perspektiva. Bu qismga nega o'tdim? 8 sm-ligini va tepadan 4 sm-ligini ko'rsatish uchun. Xo'p, endi bizga orqasiga qosh kerak bo'ladi. Qoshni olamiz. Bu qizildan holi bugungacha buni tushiramiz va bu o'zi orqa tomonda o'rnab turibdi. Va xuddi shundan bitta kopirovka olamizda oldi qismiga ko'paytirib qo'yamiz. Ko'paytirishni aytdim, chap tomonini ushlab, qo'yib yubormagan holatda o'ng tomonni bitta bosamiz va tortamiz. Va ko'paytma tayyor. Xo'p, mana bizni to'mbichkamizning asosiy ko'rinishi chiqib keldi. Endi bizga eshik kerak bo'ladi. Eshikka hamma tomondan to'ldirib eshikni yasab oldik. Endi bizga zazor kerak bo'ladi. Bu eshikka kiramiz. Bu kalkulyator xizmatini ham o'z ichiga olgan. -6, ya'ni ikki tomondan 3, balandligidan ham -6 va enter tugmasini bossak, bizga teva tomondan ham bu tomondan 6 mm zazor berdi. 3 mm strelkamiz 1 mm dan turadi. Buni strelkasini harakatini har safar yangilay olmaymiz, chunki mana bu yerda nastroyka bo'limiga kirib, parametr bo'limiga kirib, mana bu yerdagi tugmani yoqib, har bitta qadamni yozib chiqsak bo'ladi, lekin bizga buni umuman keragi yo'q. Chunki strelkamiz 1 mm dan yuradi. 1 2 3 tevaga va strelkamiz o'ng tomonga 1 2 3. Ana endi hamma tomonda 3 mmlik zazor hosil bo'ldi. Endi bu yon tomondan 2 mm 1 2 ichkariga joylashtirishimiz kerak edi. Joylashdi, tugadi. Endi biz buni teshiklarini belgilab chiqamiz. Kromkasini ham shu yerdan belgilasangiz bo'ladi yoki bo'lmasam mana bu qismidan ham belgilasangiz bo'ladi. Siz eng lutfi bu yerdan belgilaganingiz yaxshi tomoni. Siz teshish stanogiga berganingizda kromkalari chiqmay qolishi mumkin. Mana bu yerdan bersangiz, unda ya'ni bu qismini tevasi va oldi. Kromkas ko'rinishini o'chirib qo'yganman. Hop, birinchi kromkani keyin berib chiqamiz. Birinchi
biz Eurovintlarni berib chiqamiz. Hop, bizga Eurovint ikkita chap tomondan, ikki chap va ikki o'ng tomondan beramiz va buni CNC'ni yoqib qo'yamiz. Tayyor. Bizga yon tomondan krepleniya tayyor ikkovi va mana bu yerdan biz ichki qismini ham ko'rinadigan qilib qo'yishimiz kerak. Tag qismidagi dinoni ham xuddi shunday CNC'ni yoqamiz, Eurovintni yoqamiz, ikki chap va ikki o'ng bo'ldi. Endi qosh qismi. Qosh qismini ham CNC'ga kiramiz. Eurovint bir chap, bir o'ng va bir past. Bir past. TV kromkaga teshib chiqmasligiga ehtiyot bo'lasiz. Kichikroq beramiz. Va sokelimiz qoldi. Sokelimizni ham CNC'ni yoqqan holatda bir chap, bir o'ng va bir tepa bersak, dinodan qotgan holatda bo'ladi. Hamma tomoni Eurovintda qotdi. Endi eshigimizga shanel qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buni qo'yib chiqish biroz vaqt talab qiladi. Shuning uchun men tayyor shablondan foydalanaman. CNC'ni yoqib qo'yamiz. Mana bu yerda bizni eshiklar elementda, furniturada shanelimiz bor. Mana bunaqa ko'rinishda. Tortamiz va tepaga chiqarib yuboramizda ro'paradan qaraymiz. Buni endi past qismiga pozitsiyadan vniz minus 4 cm pastga tushdi. Buni ham vnizga plus 4 cm bo'ldi. Bu grafik xato, lekin o'zi hozir tugmalar ham tevaga chiqdi. Agarda obnovleniya bosadigan bo'lsak, teshigimiz joyiga kelib oladi. Bo'ldi, tumichkamiz tayyor. Bunga kromkalarni belgilab qo'yish kerak edi. Hamma tomonida kromkasi bor. Bokovinada, teva qismida, yonida. Bunga CNC'ni yoqmaymiz. Shuning uchun kromka ko'rinmadi. Teva va yon qismida bunga ham CNC'ni yoqib qo'yamiz. Venus bo'limidan oldiga va tevasiga kromka beramiz. Bunga ham teva qismiga bitta kromka belgilaymiz. Endi dino qismiga old tomoniga bitta, ham old tomoniga bitta. Bo'ldi. Hamma tomoni kromkalari bilan bo'ldi. Orqa tomonida HDF bo'ladi. Tumichkamiz tamom. Pro yuzini bitta baziz mebelchikdan yaxshiroq tomoni bu renderlarni ham o'zi beradi. Mana bu yerga renderga kirasiz, vizualizatsiya deydi rus tilida. Render deyish qulay. Render. Oxirgi marta Oysha degan klientimizga mebel qilib bergan ekanmiz, shuning uchun shunaqa yozuv chiqyapti. Yorug'likni sozlamalari bor. Svet bo'limidan biz quyoshni charog'on qilib qo'ygan ekanmiz. Quyoshni o'chirib qo'yib turamiz. Chunki bu xonaning ichida emas, bu alohida bo'lganligi uchun.
Baribir yorug'. Juda yorug'. Quyosh o'chiq. Ofshi ham ko'payib ketgan ekan. Ofshi nurlanish ham ko'payib ketgan ekan. Svet bo'limida render nastroyka qilib chiqilsa bo'ladi. Buni hammasini hozir gapirib o'tiradigan bo'lsam, darsligimiz uzoqlashib ketadi. Endi umuman ko'rinmay qoldi. Chizilgan chizmalar mana bu bunaqangi ko'rinishda chiroyli ko'rinadi aslida. Faqat sozlamalari biroz o'ynab qo'yilibdi. Bu yerda baribir ko'rinish uncha o'xshamadi. Render tugmasi haqida alohida darslik tayyorlarkanmiz. Hozir buni siz bilan birgalikda sozlab chiqib, uni ko'rib chiqadigan bo'lsam, darsligimiz uzoqlashib ketib qoladi. Siz bilan Islomjon Davlatchayev bo'ldi. Diqqat uchun kattakon rahmat. Izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Qaysinisi sizga qulayroq ishlash uchun Basis Mebelchik yoki ProUse, men o'sha programma haqida ko'proq darsliklar berishga harakat qilaman. Agarda sizda Basis Mebelchikni yoki ProUse'ni o'rnatishda yoki u programmani topishlikda qandaydir qiyinchilik bo'ladigan bo'lsa, albatta menga murojaat qiling va men sizga qo'limdan kelgancha yordam beraman. Basis Mebelchikning Crack varianti hamda ProUse'ning Crack variantlari tekin, pullik variantlari albatta nomi bilan pullik. Bularni agar sotib olaman desangiz, sotib olishda ham sizga qo'limdan kelgancha yordam berishim mumkin. Xayr, sog' salomat bo'ling.